Hammaga assalomu alaykum do'stlar. Sizlar bilan men o'sha Pablojon. Bugungi videoda sizlar bilan yana o'sha Pojo Launcher haqida gaplashib o'tamiz. Stop. Sizlar ham o'sha Pojo Launcherdan zerikib ketmadinglarmi? O'shaning uchun bugun Pojo Launcherni otib borib, bugun Minecraft Bedrock haqida gaplashamiz. Minecraft Bedrockda top 3 ta modni yuklab ko'rsatib o'tamiz. Unda videoni boshlashdan oldin like bosing, obuna bo'ling. Unda qani videoga ketdik. Hammangizga assalomu alaykum do'stlar. Yana sizlar bilan men o'sha Pablojon. Bugungi videoda sizlar bilan top 3 ta Minecraft Bedrock modlarini hammasini ko'rib chiqamiz. O'shaning uchun kanalga obuna bo'ling, like bosing. Bunaqa videolardan ko'p chiqishi uchun albatta like bosinglar. O'shaning uchun albatta bu modlarni qayerdan topishni so'raydigan bo'lsalar, albatta Telegram kanalimga bu modlarni albatta tashlab qo'yaman. Lekin Telegramimda 70 tacha obunachim bor, lekin YouTube'da 2,5 ming deyarli 3 ming obunachim bor. O'shaning uchun ham Telegram kanalimga albatta obuna bo'lib qo'yinglar. Unda qani videoga ketdik demoqchiman. Xullas videoga ketdik negirlar. Oppo'g'aylar aytgancha. Videomizni birinchi joy boshlab beradigan mod bu albatta nima edi bu? Action Stuff, masalan ekranda chiqarib qo'yaman. O'shanaqa mod bu. Xullas bu modda ko'rsatadigan bo'lsam, mana bu joylarni juda ham ajoyib qilib beradi. Mana qumlik joylari juda ham sahrolarda anaqa qumli bo'ladi va men bu 3D animatsiyaga qaranglar. U hammasi ishlangan mana. Qaychini qaranglar, ana joyini kesib olaman deydi. Xo'sh, bunda ham juda ham animatsiya. Ovqatni yeyilishini qaranglar. Wow, mana bu qilichni juda 5 bahosiga. Mana. Bunaqa modni hech qayerda topolmaysizlar. O'shaning uchun topish uchun albatta men kanalimga o'tinglar. Mana bu Maze qaranglar. Buni 3D animatsiyasi menga juda ham yoqayapti. Kuch toplaydi. Bam! Kimda tekshirib ko'rsa bo'ladi? Shu quyon joyingda tura olasanmi? Xo'sh, kimdirda tekshirish kerak. Video kam bo'lib qolishi mumkin. O'shaning uchun uzr so'rayman albatta. Yuqoridan tushib, kuch to'plab bir solasizlar bo'ldi. Mana bu shamol, mana qo'llarda animatsiyada juda ajoyib turadi. Mana. Bunda speedrunnerlar o'ynaydi. Xo'sh, men bu totem chiroyliligini qaranglar. Juda ajoyib. Ichimni qanday ko'rdim. Xullas, men totemni qaranglar. Juda ajoyib ko'rinadi va mana bu supurgiga qaranglar. Va bu supurishini qaranglar, hozir hayron qolasizlar. Mana buni qaranglar. Bu bo'ldi. Ertalab shaharlikdan sirazi turib olibman. Servoraman. Qatras, mesni tekshirishga odam. Qayerga qochasan? Bam! Yo'q, bu o'xshamadi, bunda o'xshamadi. To'xtab tur bitta joyimda. Wow, mana o'ldirdik. Va totem va mana buni qaranglar. Juda ajoyib ko'rinadi. To'xtanglar. Hozir sizlarga action bitta juda zo'r narsa ko'rsataman. Mana ketdi mashinaga. Minecraft kadr ketadi mana shu joyida, juda ham ajoyib. Mana buni qaranglar, qo'lida turishini. Mana buni qaranglar endi. Yo'lga taratib turishini qaranglar. Mana ketdi mana. Mana zombilar realistik mana oyoqda yiqilib tushadigandek turibdi. Bitta modda juda ko'p anaqa qo'ydim. Mana qo'llarni qaranglar, bittasini qo'l ko'targan, bittasini qo'l ko'tarmagan. Voy, yiqilish ham ajoyib va XP tushish ham ajoyib. Xo'sh, bu mod tugadi degan umiddaman. O'shaning uchun bu mod yoqqan bo'lsa, albatta Telegram kanalimga o'tib yuklab olinglar. Unda ikkinchi modga ketdi. Xo'sh, ikkinchi modimiz bu Slasher Blade deb ataladi. Bu juda ham ajoyib bo'lgan qilichli mod bu. Hozir buni ko'rsatib o'taman.
Yo'q, bunda ishlamadi hozir. Mana bu lekin ajoyib. Qo'lda nimaga ko'rinmayapti, bilmadim. Winder lekin bosib tursanglar, mana qaranglar. Hozir. Bu mana ko'rdinglarmi, juda ham ajoyib bo'lgan mod bu. Mana bunaqa narsalar bilan juda ham mazza qilib mashq qilishda mazza qilsanglar bo'ladi. Bitta bir mod deb xato bo'lib o'xshamay qolyapti bu. O'shaning uchun ham videoga like bosinglar va keyingi modga o'taman do'stlar. Qani keyingi modga ketdik. Xo'sh do'stlar, birinchi modimizni ko'rishdan oldin bitta like bosib obuna bo'ling. Unda birinchi modga qaraymiz va bu albatta vertolyotlar modi, mana ko'ryapsiz, oq bor oppoqoylar uchun. Mana bu bug'doy ranglari uchun, bu sal qoralar uchun. Qoralar bo'ldi. Kerak emas bu uchun. Xullas, mana bu yerda 3 ta oppoqoy turibdi. Qora yotibdi. Bu yerda yo'q unga. Xullas, unchalik rakiz bo'lmaymiz. Va albatta oqiga o'tiramiz va uchamiz. Wow! Ketishni qaranglar. Voy. Bunda survivalda yasab olsanglar, katta mazza qilib aylanaverasizlar mana. Voy, ketdik mana. Aynan mana shu yerga urilamiz hozir. Voy, bitta sakrash bo'lsalar sakraveradi ekan. Ha. Endi biz mana bu joyni bangillatib qochamiz. Video tugashidan oldin bitta kulgili reaksiya qilish kerak. Nega bu yer, o'zim ham sal shunga o'xshayapman. Do'stlar, videomiz yoqqan bo'lsa albatta like bosing va bundan ham zo'rroq modlar bo'lsa menga aytinglar. O'shani video qilib chiqaraman va yana bitta ajoyib modlarni topsam albatta video qilib chiqaraman. Albatta, kam bo'lib qoldi video, lekin xafa bo'lmaysizlar. Tez chiqarib turibman. Keyingi video qanaqa bo'lishini albatta kommentariyaga yozib qo'yinglar. Videoga like ni bosib, obuna bo'lib, 3K ga ozgina qoldi, o'shaniga yordam beringlar. Unda xayr, keyingi videoda ko'rishguncha. Qani portla. Xayr.